Favqulodda vaziyatlar vazirligi akademiyasida buyuk sarkarda, davlat arbobi va mutafakkir Zahiriddin Muhammad Bobur hayoti hamda ijodiy merosiga bag'ishlangan Bobur merosi ma'naviy xazina mavzusida ma'naviy ma'rifiy tadbir o'tkazildi. Tadbirda Favqulodda vaziyatlar vazirligi akademiyasi rahbariyati, O'zbekiston Respublikasi Jamoat xavfsizligi universiteti ijtimoiy gumanitar fanlar kafedrasi professori, tarix fanlari doktori Jumaboy Rahimov, O'zbek milliy akademik drama teatri aktyori, O'zbekiston xalq artisti Tesha Mo'minov, Yangi hayot tumani 8-sonli umumta'lim maktabi o'quvchilari, akademiya harbiy xizmatchilari, kursantlar hamda ommaviy axborot vositalari vakillari ishtirok etishdi. Tadbir davomida Bobur merosining tarixiy ahamiyati, uning adabiyot va davlat boshqaruvidagi beqiyos o'rni, shuningdek, ajdodlar merosini o'rganishning bugungi yoshlar tarbiyasidagi muhim jihatlari yuzasidan mazmunli fikrlar bildirildi. Tadbir ishtirokchilariga Bobur hayoti va ijodi faoliyati haqida qimmatli ma'lumotlar taqdim etilib, yoshlar qalbida vatanparvarlik va milliy g'urur tuyg'ularini mustahkamlashga alohida e'tibor qaratildi. Shuningdek, maktab o'quvchilari va kursantlar tomonidan namoyish qilingan sahna ko'rinishlari hamda Akademiya madaniyat markazi ijodkorlari ijrosidagi kuy-qo'shiqlar barchaga ko'tarinki kayfiyat ulashib, tadbirning mazmunini yanada boyitdi va ishtirokchilarda iliq taassurotlar qoldirdi. Mazkur ma'naviy ma'rifiy tadbir kursantlarning tarixiy bilimlarini kengaytirish, ularning ma'naviy dunyoqarashini oshirish hamda buyuk ajdodlarimiz merosiga bo'lgan hurmatni yanada mustahkamlashga muhim ahamiyat kasb etadi.